Hürmetli radyo anlıqçı dostlar, yaxşımısınızlar? Anlavatqanlar Merkezi Xalq Radio Stansiyasının Şəxslər albomu proqramısı. Mən proqram riyasətçisi Arman Nurcan. Edison Amerikalıq məşhur alim və kəşfiyyatçı. O, kiçikidən tartıbla fənni söyüb, özlükidən tarışıb ögünüb, özünün hayatını ilim-fən işlərə təqdim qilishga iroda bağlagan. Biz bugün davamlıq Edisonның hayati fəaliyyəti və sərgüzəştisini tonuşturuş arqalıq muntazam ma'rif tərbiyəsi almagan Edisonның fən kəşfiyyat işlərində qandaq berilib tədqiq qılğanlığı və qaysarlik bilan əmgək qılğanlığını tonuşturumuz. Onun insaniyyət cəmiyyəti üçün bəxt yaratışda güclük arzusunun ilhamıda qat'iy iroda bağlab, min qitimlab məğlubiyyət aldıda qorxmay, çekinmay, san-sanaqsız qiyinchiliklarni yengib, elektr chirog, patifon, kino va akkumulyator qatorliq 2000 xilchi ilmiy kashfiyotini qandoq qilib vujudga keltirib, kishilarning hurmati va muhabbatiga sazovar bo'lganligini tasvirlab beramiz. Anglashni qo'ldan bermaysizlar. Edison xamush halda xiyol surayotganda o'zini birdillik kichikina tog' ustiga chiqib qolgandek his qildi. Osmonni qor bulut qoplagan. Odam o'z qo'lini ko'rmagidek qop-qorong'u edi. Dal mushu paytda uning ko'z oldi pushtum tutib yorib ketdi. Lab bir yiroqqa qarab edi. Yilqi qor bulut ostidan vallida kun chiqib kulimsirgan holda uningga o'zining oltin nurlarini chashdi. Edison xo'shalliqda birdilla orqaga qargan edi, ketman tutgan bir bo'voy qorong'ulikda turardi. Uning bir jup ko'zidan odamni surbasqidek nur chaqnab turardi. Edison bo'voyga: "Bova, qarang, bu yer nimaga yaxshi? Keling, oftobsini veling", dedi. Bo'voy so'g'uqini kulib: "Siz toza qiziqkansiz. Kun qandoqsiga bulutning ostiga kelib qolsin. U degan aqaltu lampochkasi. Uni hayt qimmat, bizda kishilar uni ishiltalmaymiz", dedi-da qaqoqlab kulib ketdi. Uning kulkusi ko'hni titirtib dahshatli bo'ron chiqdi-da, tog'u toshlar zilzilaga keldi. Qum toshlar uchishga boshladi. Bo'ronda hiliq chiroq pulanshib, oqdan seriqqa, seriqdan qizilga o'zgarib, oxiri jahonni zilzilaga kelturgidek qattiq ovoz bilan portlab kukum talqon bo'lib ketdi. Edison cho'chib esiga kelib qaradi. Bu yerda nada tog' bo'lsin? O'zi yanada tajribaxonda o'tiribdi. U bir tal tamaki tutashtirib, boyiqi tushiganlarini aslab, ko'nglida: "Yo'q, hargiz aqaltundan sim yasashga bo'lmaydi. Cho'qim boshqa chora tepish kerak", dedi. Ustal ustida bir to'p paxta yeb turardi. Edison uni oldida xiyolida yo'qla o'ynab o'ltirib, uningga qarab, kallasiga ushtum tut bir xiyol keldida, bir parchasini o'zib, uni o'tqa selib 50 minut atrofida ko'ydirdi. Ondan uni aynak ko'mzakka qochilab, aynak ko'mzakdagi havoni sumirib chiqarib etib sinoq qilib edi. Natija nihoyat yaxshi bo'ldi. Xo'shalliqdan Edisonning og'zi qulqiga yetib, aqaltun keni topqandinmi bak xo'sh bo'lib ketdi va ixtiyorsiz holda o'z-o'ziga: "Ko'mir aqaltundan yaxshikan. Ko'mir ishiltish kerak", dedi. Ba'zilar balkim Edison apandi ko'mirni sinoq qilsa bo'lmag'achqa, uning o'rniga metallni sinoq qilgan edi. Endi ko'mir qandoq bo'lib yaxshi bo'lib qoldi deb so'rashi mumkin. To'g'ri, bu savol haqiqatan o'rinli. Bu haqda so'zlaydigan bo'lsak, yanali hiliqi Sipolingar havo sumirish mashinasiga rahmat aytamiz. Ashu mashina bo'lg'achqa ko'mir Selsiya 6233 graduslik yuqori erish nuqtasiga yetish afzalligini joriy qildirdi. U bo'lmagan bo'lsa, aynak ko'mzakning ichidagi havo pokiz chiqib ketmaydi. Uning ustiga ko'mirning o'zida nurg'unlagan ushaq to'shuvchilar bor. Ko'mirning tuzilishi zich, o'zi ching emas. U to'kotib qizig'anda bara-bara ko'pib, to'shuvchilardagi havo siqib chiqarilib, lampochkaning vakuumlik darajasini tövallatib yetadi. Shunga uning sifati nihoyat tövan, umrimi qisqa bo'lgan. Edison atisidan boshlab bu burilish nuqtasini ching tutib, orqa g'alba qildi. Lampochkaning umri 2 soatdan 13,5 soatga yetdi. 10-oyning 21-kuni u yana ko'mirga aylantirish usulini o'zgartib, bir parcha paxta ipni ko'mirning uchiga yamashtirib, taq shaklda qilib, uni chini to'pisidan yasalgan o'choqda qattiq qizitdi. Ondan bomga aynak ko'mzakning og'zini bekitib, havoni chiqarib etib, sinoq qilishni buyurdi. Bu qitim
ko'mirlashgan paxtiyibning go'yo ajoyib karomati bordek, uning nuri nihoyatda yo'riq, muqim edi. 1 soat, 2 soat, 3 soat, 24 soat o'tdi. Bu chiroq yanili yenib turadi. Edison va uning bir necha yordamchilari butun bir kun uni kuzatib, hech kim tomoq yemadi. Hech kim qo'rsiqining ochiqini tuymadi. Aprodonning salomatligi nacharroq edi. Shunga oxiri uning beshi qayib, mangzi o'tda qizib ketdi. U Kiroshning zo'rlishi bilan uxlag'ili ketgan edi. U uyqudan uyg'onib qaytib kelganda lampochka helmo yo'q-yo'riq yenib turadi. Lampochkaning 30 soat yenib, yana o'chmaganligini anglagan mashina sexidagi ishchilar qandoqmi tura olsin? Ular xuddi mushukdek bir-birlab g'ippidi binoning ustiga qarab chepishdi. Hayt-huyt degucha tajribaxona ishga oldiga bir to'p odam bo'lashdi. Odam ko'p bo'lsa-mu, tirik qilgan ovoz anglanmadi. Ko'pchilik qandoqdir biror silkinish, lampochkani o'chirib qo'ymasin deb og'zini ching yumushib, hatto tinig'ini ichiga yutib turishyapti. Edison ikki qo'lini ustalga qo'ygan paytib butun zehni bilan chiroqqa qarab o'ltiradi. U jim o'ltirganda qilgan bilan uning tomirlaridagi qonlar, kallasidagi xiyollar shod to'lqinlanib o'rkashlab turadi. Oldidagi po'latdek paket uni ishondirdiki, o'zining tanlagan yo'li to'g'ri edi. Kelgusidagi elektr chiroqning mustahkam uli selingan edi. Elektr chiroq 45 soatgacha yo'rganda Edison 5 liga top besimini bir oz yuqoriltib sinab yiqishni aytdi. Natijada lampochkaning cho'ng paxtiyib simi kuchli tok eqimining zarbasi ostida texmi yuqori issiqlik chiqarib, texmi yo'rib, necha minut jon talashdida, oxiri ikki parcha bo'lib o'chib qoldi. Bu chaqda yo'shirib turgan shodlik to'lqini endi jim turmadi. Edisonning bir necha yordamchilari tangli barkalla aytishdi. Arqadalla xuddi to'g'onga yo kelgandek, tajribaxona oldidagi odamlar eqimi tog'ni talqon qilg'idek hayvat bilan ichkariga qarab yiqishdi. Hammaylan chavoq chelib tantana qilishatdi, naqsha aytishatdi, kulishatdi. Rojdestvo bayramimi bunchalik qizimaydi. Edison naqshimi aytmaydi, kulmaydi. Hatto bir eg'iz so'zmi qilmaydi. Buni xato tushunib qolmang. Bu uning xo'shal bo'lmaganligi emas, balki uzilib ketgan chiroq simining tuzilish ahvoli bilan bo'lib ketgachga, til bilan tasvirligisiz shodlikni ifodalashga zodi vaqt yo'q edi. Chiroq o'chishi bilanla Edison lampochkani chiqarib elib, chaqdida uzilib ketgan ikki tal yipdan yasalgan chiroq simini avaylab mikroskop ayniki ostiga qo'yib kuzatishga boshladi. Xo'shallik sadolari ichida beshlik kelib Edisondan tekshirish natijasini so'radi. Edison kulgan payti beshini chayqab, "Bo'lmadi. Biz yanada boshqa material tepishimiz lozim", dedi. Bechli buni anglab, tilini chiqarib qo'yib, 45 soat yo'rsimi, yana bo'lmamdi, dedi. "Texi yiroq, do'stim. Men uning darhol 400 soatdan 1000 soatgacha yo'riydigan bo'lishini umid qilaman. Agar biz uni ko'pchilik ishlasin desak, eng yaxshisi 1600 soat yo'rish kerak", dedi. Bu son 1 yil 365 kun bo'lgandan keyin har kuni 4 soatdan ko'proq yo'ritish bo'yicha hisoblangan edi. Endi Edison paxtiyibning xususiyatiga asosan o'simlik talasini asos qilib yangi material tepish qaroriga keldi. Ham ilgari keyin shamshot yog'chi, seriq terak, dapni darxi, uzun talaliq sig'ir, shal paxili, tal qatorliqlarni sinov qildi. Bundaq materiallar nihoyatda ko'p. Bu yerda ularning hammasini bir-birlab ko'rsatib o'tish qiyin. Hammani yig'ishtirib bir jumla gap bilan aytganda, botanika doirasiga kiradigan o'simlik turlaridan topolganlarining hammasini sinov qilib ko'rdi. Bularga turib tursin, hatto pilchi, qattiq rezinka, chiga, qamoq ipi, qog'oz, hatto otning yoyli, odamning choch soqolini sinov qilib ko'rdi. Kiroshining soqoli quyuq ham yumshoq, qop-qora edi. Mekinkining soqoli yirik, qattiq, qizg'uch edi. Ikkaylan kimning soqoli uzoq yo'riq berdi deb musobaqa qilishga qo'shilishdi. Aprodonni reperlik taklif qilishdi. Natijada g'olibiyat shon-sharafni Kirosh oldi. Sinoqning qadam-qadam ilgarilishiga ergishib, lampochkaning umrimi tadrijiy uzrab bordi. Uzun o'tmay 100 soatga yetdi. Keyincha yanami uzrab 125, 150, hatto 170 soatga yetdi. Jiddiy xizmat jarayonida
kunlar nihoyatda tez o'tib, ko'zni yumib ochguncha 1880-yil 5-oyning boshlari bo'lib qoldi. Edison ish xotir daftarini elib hisoblab ko'rib edi. Hozirgacha sinab qilgan taloliq o'simlik materiali taxminan 6000 xilga yetdi. Yasab chiqqan lampochka sijil 300 soat ishladi. Yangi tipdagi tok tarqitish mashinasining masalasi butunlay hal bo'ldi. Tok yo'llarini joylashtirish sistemasi asosiy jihatdan dastlabki darajada borliqqa keldi. Faqat lampochka simining tuzilishi kishini qanoatlantirolmaydi. Sifati hamon bir xil emas edi. Shunga chiqargan yo'riqligimi ko'ngildagidek bo'lmadi. Bir kuni Edison tajribaxonada lampochka zavodi qurish ishini o'ylab o'ltirdi. Quyosh nuri o'rindiqdan uning putiga tushdi. Uning parvo qilmay o'ltirganini ko'rib, biroqli uning beliga dumbisiga tushdi. Edison asta-asta isib ketdi-da, yalpiguchni elib, o'zini yalpib salqindashga boshladi. Yaqinqi bir necha oydan bo'yon u mundaq bir odatga ko'nib qolgan edi. Qo'liga nima chiqsa, uningga sinjilab sap solatdi. Agar ko'ngliga yarab qolsa, uning qandoq bo'lishidan qat'iy nazar, uni parchalab, ko'ydirib, inchik sim qilib sinab ko'ratdi. Endi bu yalpiguch uning qo'liga tushib qoldi. Edison uni bir necha yalpmayla o'ngda dumdi qilib ko'rdi. Urib baxdi, mijib ko'rdi. Uni andi-munda azoblab bo'lgandan keyin parcha-parcha qilib, terisini so'yib, qo'rg'ularini chiqarib tashladi-da, bir obdan yalpiguchni tutma qilib etdi. Edison bambuk partisidan azroq sundirib, uni mikroskop bilan tafsiliy kuzatdi. Uning talolari ratlik, siziqlari tashih ekanligini ko'rib, ixtiyorsiz shodlik cho'mdi. Qalbida xo'shallik to'lqinlari urg'ib ketdi-da, ovozning boricha Bechli, mayerga kel, deb varqirdi. Nimesh, dedi Bechli yugurib kelgan edi. Yangi kashfiyot, dedi Edison Bechlining so'zini kutmayla. Tez bo'l. Bu bambuk parchalarini shilib, o'choq silib ko'mirga aylantirib sanab boqqin, dedi. Bechli Edisonning xo'shallik ovozidan bu oddiy bambuk parchasining cho'qim odatdagi narsa emasligini bildi. Uning o'chaqnab turgan ko'zlaridan yangi umid borligini bayqadi. Uzoq o'tmay ko'mirga aylangan bambuk simi o'rnatilgan lampochkani sinab qilib edi. Uning iqtidori mo'ljardigidan eshib, sijil 1200 soat yondi. 1200 soat Edisonni endi qanoatlantirgandi deb o'yladi Bechli. U burilib Edisonga qarab edi. Edison xo'shal bo'lganidan Helqi botanika kitobini aqtirib bir nimalarni yozib o'tdi. O'zini bosolmagan Bechli Edisonning qishig'i berib hayron bo'lgan holda. Nima? Yana bo'lmadimi? Yana boshqa material izlayapsiz? deb so'radi. Har qitimqi sinab mag'lub bo'lganda Edison burunqi tajribasiga asosan hadab botanika kitobini aqtirib, undan keyin qanday yangi material ishlatish kerakligini belgilaydi. Kim bilsin? Edison uning savoliga bevosita javob bermay, kitobning varaqlarini uningga ko'rsatib, xo'shalligidan qin-qiniga patmagan holda. Qarg'ina Bechli, nima degan qiziq-a? Tabiat dunyosining har qaysi joylarida biz uchun munchavala bambuklarni oldin tayyorlab qo'yibdi. Biz bu tabiat dunyosining himmatini yerda qo'ymay, uning ichidan yaxshilarini tanlaylik. Edison ishni kechiktirmaslik uchun darhol bir necha odamni tanlab, qisqa muddat tarbiyalab, dunyoning har qaysi joylaridagi bambuk chiqadigan rayonlarga bambuk avrishkilarini setib olishga vatdi. Bu bir muncha favqulodda xodimlar tog' daryolardan eshib, dengiz okeanlardan o'tib, g'arbiy Hindi taqim marollari, O'rta Amerika, Osiyodagi nurg'unlagan mamlakatlarni kezib, ilgir keyin bo'lib necha ming xil bambuk avrishkisini yig'ib keldi. Ularni sinab qilib edi. Buning ichidan Yaponiyada chiqadigan bir xil bambukning sifati eng yaxshi bo'lib, lampochkaga qilishga intayin muvofiq keldi. Edison yana Yaponiyaga berib, shu rayondagi dehqonlar bilan ko'rishib, ularning bu xil bambukni keng ko'lamda o'stirishni tavsiya qilishga va ular bilan savdo kelishimi tuzishga maxsus odam avatdi. Bir tarafdan yana elektr zavod qurib, toksinlarni ko'mish va tortish ishini keng ko'lamda elib berib, tokni o'ylarga o'mich to'rdek tortib etdi. Ondan Yaponiya bambukidan davomli necha million lampochka yasab, kishilarning umumyuzlik ishlatishini ta'minladi. Dastlabda bu lampochkaning har birini 4 sentdan sotdi. Keyin to'vallatib 3 sent tushirdi.
bara arzonlatib ikkisin quchirdi. Haqiqatan bahosi arzon, o'zi yaxshi bo'lg'achqa keng qarshi elindi. Dastlabda ba'zi kishilar elektr chiroq kashf qilinganligini anglab, ba'zi tunishtirilgan maqolalardagi lampochka undaq yaxshi, bundaq abjil degan gaplarni ko'rib, bu bir xil tijorat usuli bo'lsa kerak. Malni tex chiqarmay turibla oldi bilan e'lon chiqarib, tashviq qilib, maqtab osmonga ko'tarishido, uni rost degili bo'lmaydi deb qarashdi. Uzun o'tmay toksimlari tortilib, ba'zi o'rinlarga lampochkalar o'rnatilgandan keyin ular o'zlari berib ko'rishdi. Shundan keyin ularning og'zi tuvoqlandi. Amaliyat eng jonliq, eng kuchli dalildi. Bu qitim dal aksichi bo'ldi. Ilqi e'lonlar, tashviqotlar hech qanday oshirib etilgan bo'lmay, aksichi texni nihoyatda kamli qiladi. Qanday xayr gaplar bor. Ular uyan o'ylab, buyan o'ylab javob tepisholmay, oxiri birdilla isini yig'ib, bu nimani Edison kashf qilganda, buni odatdagi tijoratchilarning mollariga o'xshatqili bo'lmaydi deyishdi. Bu narsa haqiqatan yaxshi. Bahosi arzon edi. Bundaq elektr chiroqdan birini bekitib, uyni yo'p-yo'riq qilishni kimmi xohlamasin? Shuni bilan iltimos qiladiganlar, tizimlatuvchilar shunchalik taqozo bo'lishdiki, bu ajoyib yangi kashfiyotdan darhol foydalang'usi kelib ketdi. Ko'pchilikning bundaq talab sadosi Edisonni nihoyatda oldirtib qo'ydi. U biroqli munchivala qo'l so'zib, hammasi chiroq o'rnatib bering deyishmoqda. Hozirgi bunchalik texnik ishchisi qandaqmi uning huddisidan chiqa oladi deb o'yladi-da, bir tarafdan vaqtli kurs echib, sim tortib chiroq o'rnatadigan xodimlarni yetishtirdi. Yana bir tarafdan o'zi chiqib sho'tolarga, egiz yerlarga yamish buyurib, chiroq o'rnatishda yo'liqqan bir muncha konkret masalalarni hal qildi. Hojatmanlarning bexatarligini kafolatlantirish uchun u yana toksimi tortilgan yerga senik sim o'rnatish chorasini topdi. Chunki senik simning erish nuqtasi toksimidan to'van edi. Navoda toksimida tok iqimi kuchlik, issiqlik darajasi yuqori bo'lib ketsa, senik sim darhol erib ketadi-da, tokmi darhol uzilib qilib, o't ketish hodisasi yuz bermaydi. Shu chog'larda Edison bu senik simni ojiz nuqta deb atadi. Uning roliga qarab, keyin uni texmi muvaffaq qilib bexatarlik simi deb atadi. Tartilgan tok simlari bargan sari zishlashdi. Bosh liniyami, tarmoq liniyami bo'ldi. Lampochkalar kayni-kaynidan yasilib turdi. Bu lampochkalarda g'ijildaydigan ovozmi, kishini bezor qiladigan qora ismi yo'q edi. Oppoq va muqim yurib turadi. Bu po'latdek paket Edisonning tok yo'llarini tarmoqlarga ayirish, elektr chiroq to'g'risida boshda qilgan hukmlarning qilchilikmi quruq gap bo'lmay, hammasining amaliylashganligini ko'rsatdi. Edisonga radiya bergan, uni tanqid qilgan kishilar bu ahvolni ko'rib, burunqi zodi ilm-fan qoidalarini uqmaydi, butunlay hissiyotga berilgan degan sat gaplarining o'zlariga ko'lg'an o'ra, o'zlarini o'zlari qachatlaganlik bo'lganligini eslashdi. Hamda boshqa amal yo'q. O'zlari topgan satchilikni yanada o'zlari o'ttirg'i chiqib to'zashlari kerak. Qaytadan tantanalik bayonotlarni e'lon qilib, o'zlarining qarashini o'zgartganligini bildirib, elektr chiroqning kashfiyotchisiga kamtarlik bilan namaqul bo'lishlari kerak edi. Ba'zilar gazetda maqola e'lon qilib mundaq dedi. Edison apandining 1879-yili cho'g'langan chiroqni kashf qilganlik xabarini anglaganda, odatdagi olimlar, bo'libmi men o'zim bu xabarning rostligidan gumonlangan. At tuyuq shakllik qog'oz simning mexaniklik silkinishga chidashlik berolmaydiganligini, nur chiqarishning uzoq davom qilmaydiganligini his qilgan edim. Vaholanki Edison apandi unchavala umidsizlanib ketmadi. Boshqalarning ayblashlariga parvo qilmay, tadqiqotini davomlashtirib, oxiri muvaffaqiyat qozondi. Biz uning bunday qat'iy irodasiga chin qalbimizdan tashakkur aytishga majbur bo'ldik. Yana xili obro'yli bir kishi ilmiy tashkilotlarning bir yig'inida mundaq dedi. O'tganda biz Edison apandini rahimsizlik bilan bir muncha aybladik. Bu aybliguvchilar ichida men balkim hammadan yomonroq hisoblansam kerak. Hozir men mushu qitimliq fursatdan foydalanib, o'zimning ishonchimni jakarlash imkoniyatiga ega bo'lganligim uchun o'zimni intoyim baxtli his qilaman. Men shuningga to'liq ishondimki,
Edison apandi o'zi hal qilmoqchi bo'lgan masalani talto'kis hal qildi hamda o'zining har qanday raqibini yengganligiga tan bergandan boshqa yana bir nima deyolmaydigan holga tushirib qo'ydi. Edisonchi u boshqalarning o'ziga ta'rini buzib, o'zini tilg'anlarga, yuziga tukirganlarda u yanala lamjim demay o'zining tajribalarini davomlashtiraverdi. Qilchi arisaldi bo'lmadi. Mayli siz uningga qanday muomala qilishingizdan qat'iy nazar, u yana o'ntun chiqarmay hojatmanlarga elektr chiroq o'rnatib berishni davomlashtiraverdi. Sizni pisantiga olmay. Uning hissiyoti shuki, kishilarning elektr chiroq ishlatgandan keyingi xushallik tantanisilar uning xizmatiga berilgan haqiqiy baho, cheksiz tasalli edi. Ishmo dar haqiqat shundoq bo'ldi. Ishonmasangiz qarab beqing. Qaysi oilaga elektr chiroq o'rnatilsa, shu oiladagilar xuddi to'y bo'lgandek. Ayol, qari yoshlarning hammasi xo'shal bo'lishib, shu qadar kulishatdiki, og'zi qulog'iga yetib ketdi. Xususan kichik bolalarni deymamsiz. Ular o'tganlarda kech kirishdan nihoyat bezor bo'ladi. Endi bo'lsa, bu ajoyib qaltis aynak pomzakning karomatidan huzurlanish uchun baldurroq kech kirishga taqozo bo'lishadi. Ular elektr chiroq ostiga o'lishib, olmadak yuzlarini chiroq qilishib, tatliq kulishadi. Og'zi besilmay churildishadi. Bir-birining og'zidan gapni tortib olib, bu kichikgina lampochkaning tarifini qilishadi. Ashu tarzda xo'shal bo'lishayotganda, bovaylar g'ippidi berib, chiroqning vikilyo'chatidan o'chirib yetadi. Shu an oppoq yo'ruq yo'qolib oldida turgan odamni ko'rgil bo'lmaydi. Bir kuni qurash turish atirti bir oilaga kelganda, bu oiladagi yoshlar xizmatlarga ketib, uyda bir mo'may qolgan edi. Mo'may shot ko'tirgan, to'qsimlarini yurigan bu odamlarni ko'rib, mushu uyga elektr chiroq o'rnatadiganlar ekanligini bildi. U tishlari tushib ketgan og'zini ochqinicha kulib, orqa-orqadan "Sizlarni kutib, ko'zimiz teshilib ketdi. O'g'lim tizimtib qo'yg'ili bir oydan oshgan", dedi-da, ularning chiroq o'rnatishiga osonlik tug'dirib berish uchun o'rin bo'shitish qoldirib ketdi. Lekin to'limi hayajonlanib ketgachga nimalarni yo'tkashni bilmay gangirab qoldi. Bir hazo paypitak bo'lib, oxiri o'rindiqda turgan yerim shamni yulib etib, axlat sanduqiga tashlab, "O nejis, yo'rg'iningning tayini yo'q. Hadisi is chiqarib meni ajabmi qiynagan eding. Mana endi sendan qo'ymi qutuldim." Mo'may shunchalik xo'shal ediki, bir tarafdan ishlayotgan texniklarga choy quyatdi. Bir tarafdan hadab uni buni so'rab elektr chiroqning tuzilishini o'qishatdi. U lampochka ichidagi inch qismning bambuhni ko'ydirish bilan yasalganligini anglaganda, ixtiyorsiz holda qo'lini uzatib, daldangshigan holda bir texnikni ko'rsatib, "Yaraysizlar, haqla oltinni ati bor deyishir ekan. Meningcha, bu oltindanmi ati bor", dedi. Shundoq qilib, Edison o'zi yasagan bambuk simliq chiroq bilan keng hojatmanlarga yo'riqlik baxsh etdi. Tasvirlab tugatkusiz shod-xo'ramlik baxsh etdi. Bu xil bambuk simliq chiroq sijil bir necha yil ishladi. Keyin Edison qayta tadqiq qilib, bambuk simning o'rniga bir xil ximiyalik talo ishlatishni kashf qilib, lampochkaning sifatini yana o'stirdi. Uningdan keyin tajriba xizmati qaytadan issiqlikqa chidamliq metal tarafga burilib, natijada Wolframdan lampochka simi yasash boshlandi. Shundan e'tiboran tok kuchi bilan yo'riqlik chiqarish unumi yana biroqli 3 hassa o'sdi. Bundaq lampochkaning ishiltish doirasi mislsiz kengayib, bara-bara butun dunyoga tarqaldi. Hozir biz ishiltayotgan Wolframlik lampochka ana shu. 8-oy kunlari havo nihoyat ochiq edi. Monro bog'chisidagi kichik idirga chiqsangiz, g'arbdan chiqqan salqin shamol kishini nihoyat huzurlantiradi. Osmonda bulutlar uyan-buyan o'sishib yuradi. O'rmonlikda turli jon-jonivorlar nag'ma-navo qilishadi. Haqiqatan bosh ko'zning manzarasi edi. Lekin minglagan, 10 minglagan ekskursiyachilar qabul qilingan tajribaxona bo'lsa, qup-quruq bo'lib, ishik boshlari to'r bog'lab ketgan. Uzundan bo'yon odam qadami tegmagan edi. Edisonning tajribaxona kayinidagi yotqimi mo'ng'a cho'kkan. Odamning qo'rqusi kelgudak jimjit edi. Qizitmasi o'rlab karvatda yotgan Mari as-hoshini bilmay jo'ylaydi. Taklif qilingan sestra uning peshonasiga o'llonga qo'yatdi. Lo'ngini pat-pat almashtirib turardi. Doti, dashi,
William 3 bola eshik oldida turadi. Uyga kirgusi kelsimi sestra hadisining xafa bo'lishidan qo'rqib kirolmaydi. Ular bundaq ig'ir holda yotgan onasi uchun yo o'llik yig'lashqa, yo chaqirishga petinolmay, faqat ko'zlarini mo'ldirlatib qarab turishadi. Dotining yeshi cho'ng bo'lg'achqa gap uqatdi. U dadisiga qarag'inicha o'yga batdi. Dadisi lampochka ijod qilib, Nyu-Yorkda markaziy elektr stansiya qurdi. Nyu-Yorkda lampochka zavod qurdi. Shuningdan keyin tajribaxonadagi tog'alarning hammasi ko'chib ketdi. 1881-yil 2-oyda Edisonning oilasi dadisi bilan birga Nyu-Yorkka ko'chib kelib, 5-ko'chadagi bir bino qurilishdi. Bu bino ham egiz, ham cho'ng bo'lib, osti-usti 4 qavat edi. Cho'ng kichik uylar bir muncha edi. Onasining aytishicha, dadisi bu binoni nurg'un pulga setib olgan. Shunga darvozaning beshidagi taxtaga dadisining ismi yozilgan edi. Kechda hamma uylarda lampochkalar yo'p-yo'riq yenib, nihoyat hashamatli ko'rinadi. Ishchi tog'lar nihoyat g'ayrat bilan ishlaydi. Hurmatli radio anglag'uchi do'stlar, Edisonning hayotiy faoliyati tonishtirilgan programmamiz vaqt munosabati bilan bugun mush yerda oxirlashdi. Davomini Atiksan programmamizdan anglag'aysizlar. Programmamizni vaqtida anglay olmagan do'stlar bo'lsa, stansiyamizning Uyg'urcha radio tori, ya'ni hwchekit.uycnr.com toriga kirib, qayta anglasanglar bo'ladi. Programmamiz har kuni Beijing vaqti soat 18 dan 30 minut o'tganda, Urumchi vaqti 16 dan 30 minut o'tganda. Tekrar anglatish vaqti Beijing vaqti kech soat 0 da, Urumchi vaqti 22 da davomli huzurlarda bo'ladi. Bugungi programmamizning texnik muharriri Dilara Farux, Zulhayat Anvar. Muharrir Ilhom Kever Abduvahid Niyaz. Mas'ul muharrir Dildar Muhammad Rahim, nazoratchi Nijat Abduqodir. Men program riyosatchisi Arman Nurjan. Xayr do'stlar, Atksan programmamizda ko'rishguncha oltin tininglar amon bo'lsin.